Assalomu alaykum. Ushbu kanalimiz doirasida bir fikrga keldik. Men o'zimni marketing faoliyatim davomida turli xil O'zbekistondagi va jahondagi kompaniyalarni rivojlanishini, bugungi kunga kelishini ayrimlarini o'qiganman, qanaqa kelganini, ayrimlarini ko'rganman, ayrimlariga guvoh bo'lganman. Shu sababdan sizlar bilan turli xil har xil brendlarni oyoqqa turish tarixi, usulda aytganda istoriya uspexi, istoriya neudачи haqida qisqa suhbatlar qilmoqchiman. O'shaning uchun bugun birinchi kompaniya haqida aytib bermoqchiman. Qaysi kompaniyadan boshlaymiz degan fikrda o'sha o'zimni komandam bilan birga gaplashayotganimda har xil variantlar bo'ldi, lekin menimcha eng to'g'risi o'sha o'zim ham bir paytlar bu kompaniyada ishlaganman va ushbu kompaniyani ichidan bilganligim uchun bugun sizlar bilan Akfa kompaniyasi haqida gaplashamiz. Qanday qilib Akfa kompaniyasi bugungi holatiga keldi? Qanday qilib Akfa kompaniyasi bunday gigant kompaniyaga aylandi? Qanday qilib Akfa kompaniyasi O'zbekiston qurilish bozorini kamida 2 marta global o'zgartira olganligini qisqa bo'lsa ham aytib berishga harakat qilaman. 2000-yillarning boshida O'zbekistonda aksariyat romlar taxtadan qilingan bo'lgan. O'sha paytda aynan ushbu romlarni alyuminiy yoki plastikka o'zgartirish lozimligi haqida ma'lum bir tadbirkorlarning xayoliga bu fikr kelgan. Va ulardan biri barchamizga mashhur bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev Turkiyadan Akpa nomi bilan o'sha Turkiyada mashhur bo'lgan Akpa nomli alyumin profillarni O'zbekistonga olib kirib savdosini tashkillashtirish bilan profil biznesini boshlaganlar. Bitta narsani aytib o'tish kerak. O'sha paytda O'zbekistonda kamida men bilganim 3 ta profil ishlab chiqaruvchisi bo'lgan. Bittasi bu Alutex, ular alyumin profil ishlab chiqarardi o'sha paytda, va 2 ta plastik profil ishlab chiqaradigan Big va Solntsezashita deb nomlanadigan bir zavod bo'lardi. Aynan ushbu zavodda plastik profillar ishlab chiqarilardi. Akpa kompaniyasi bo'lsa o'sha Jahongir Ortiqxo'jayev boshchiligida ular alyumin profilini Turkiyadan import qilishardi. Endi agar kimdir 90-yillardagi O'zbekistonning biznes haqida bilgan bo'lsa, u paytda marketing juda ham deyarli rivojlanmagan bo'lgan va uni sabablaridan bittasi bozor shunaqa bo'lganki, nima olib kirilsa o'sha narsa sotib ketaverilgan. Aynan Zafar akaning ham tarixlarini kimdir eslasa, o'sha korzinkani distributsiyadan boshlagan bo'lsalar, Zafar aka o'sha paytda aytib berardilar, Yevropadan, Angliyadan nima olib kelsalar O'zbekistonga faqat do'konga tursa bo'ldi, sotilib ketardi. Shunaqa payt bo'lgan, lekin Jahongir aka O'zbekistonda 3 ta ishlab chiqaruvchi bo'lishiga qaramasdan birinchi qilgan ishlari bu mahsulotni marketingiga e'tibor qaratganlar. Birinchi Akpa brendini kuchli reklama kampaniyasini o'tkazganlar. Toshkent shahri davomida, Toshkent shahrining ichida ushbu reklama kampaniyasi orqali O'zbekistonda o'yinchilar bo'lib turishiga qaramasdan odamlarni Akfa brendini tanlashga o'rgatganlar. Keyinchalik juda ham qisqa vaqt ichida, unaqa uzoq bo'lmagan 2-3 yil ichida turk hamkorlar bilan biron bir kichik bir kelishmovchiliklar natijasida menimcha o'zlari tushunganlarki, o'zlarini brendlarini qilganlari yaxshiroq ekanligini va Akfa brendi paydo bo'lgan. Endi bitta narsani e'tibor qaratish kerak. Men boshida aytib o'tdim. O'zbekistondagi aksariyat oynalar taxtadan bo'lgan. Hozir ahamiyat bersanglar, aksariyat oynalar plastikdan. Sifat nuqtai nazardan, ya'ni o'sha issiq o'tkazmaslik, ovoz o'tkazmaslik, asosiy sifatlar nuqtai nazaridan plastik alyumindan yaxshiroq hisoblanadi. Lekin o'sha paytda Akfa kompaniyasi aynan alyumin profilini birinchi import qilardi, keyin ishlab chiqarishni qo'yishgan. Va bu yerda o'sha bizda marketingda pozitsionirovание deydi. Pozitsionirovание nuqtai nazaridan birinchi bozor o'zgartirishgan narsaligi aynan to'g'ri kommunikatsiya orqali barchaga uydagi romni taxta romdan alyumin romga almashtirish kerak degan fikrni potrебительlarning miyasiga o'tkaza olganlar. Va buning natijasida barcha uydagi romlarni deyarli ko'pchilik O'zbekistonda alyumin profilni sotib olib, alyumin profil, ya'ni alyumin romlarni qo'yishni boshlashgan. Keyinchalik alyumin ishlab chiqarishdan tashqari plastik ishlab chiqarishni boshlaganlar, ya'ni plastik profil ishlab chiqarishni boshlaganlar aynan Akfa brendi natijasida. Va shuning natijasida ikkinchi marta pozitsionirovание, ya'ni bozorni ikkinchi marta o'zgartirganlarki, Akfa kompaniyasi o'zgartira olganki, odamlar alyumin romdan ko'ra plastik rom ishlatganlari yaxshiroq. Biz mana ko'pincha
men Apple kompaniyasini misol keltiraman, dunyodagi marketing bo'yicha eng zo'r biznes bo'yicha kompaniyalar. Mana Apple dunyoni bir marta o'zgartirgan. Telefon sohasida, endi to'g'ri, planshet, kompyuter sohasida ham o'zgargan, lekin telefon sohasida knopkali telefonni o'rniga smartfonga, ya'ni knopkasi yo'q bo'lgan ekranli telefonga o'tish kerak degan narsani birinchi bo'lib o'sha Apple kompaniyasi qila olgan. Akfa kompaniyasi O'zbekistonda 2 marta shu ishni qila olgan. Ya'ni birinchi marta taxta romdan alyumin romga o'tish kerakligini, ikkinchi marta alyumin romdan plastik romga o'tish kerakligini aynan massaga millionlab odamlarni miyasiga marketing orqali kirita olgan kompaniya hisoblanadi. Shu sohadan biznes geniysi deb aytadigan bo'lsak, aynan menimcha o'sha Akfa'ni omadga erishishiga asosiy sabablardan, o'sha asosiy qilgan ishlaridan bittasi shu bo'lgan. Ya'ni odamlarni 2 marta juda ham katta o'zgarishiga olib kela olgan yo'nalish bo'lgan. Akfa kompaniyasi ish endi boshlayotgan paytda yana bitta ishni juda ham to'g'ri qilgan. Agar biznes modeliga ko'radigan bo'lsak, profil ishlab chiqarishda biz bilamiz, Akfa romlarni ishlab chiqarmasdi. Akfa o'sha rom ishlab chiqaradigan profilni ishlab chiqarardi. Romlarni bo'lsa mayda-mayda sexlar ishlab chiqarishardi. O'sha paytda nima to'g'ri bo'lgan? Akfa ikkita yo'nalishda harakat qilgan. B2B yo'nalishda ham, B2C yo'nalishda ham. Nima uchun? Gap shundaki, misol uchun baribir uyiga rom zakaz qiladigan odam sexga boradi. Sexga borib nima zakaz qiladiganida sexavik har doim ta'sirini o'tkazishi mumkin. O'shaning uchun o'sha ta'sirini o'tkazmasligi uchun Akfa sexavikka ta'sir o'tkazishi kerak. Endi sexavikka oldiga konечный потребитель ham kelib menga Akfa romini qo'yib bergin deyishi uchun konечный потребительga ham o'zini ta'sirini o'tkazgan bo'lishi kerak. Aynan mana shu narsani ham juda ham to'g'ri yo'lga qo'ygan Akfa. O'sha paytda o'sha 2004-2005 yillardan boshlab Akfa ikkita ish qilgan. Birinchisi B2C ga, ya'ni konечный потребительga to'g'ri ta'sir o'tkazish uchun maksimal ravishda reklama kampaniyasini o'tkazilgan. Ya'ni o'sha mahsulotning sifati, mahsulotning yaxshiligini, hamma yaxshi sifatlarini ko'rsatib berilgan mukammal reklamalar qilingan. Tashqi reklama, televizion reklama va hokazo. Nima reklama qilish mumkin bo'lsa, o'sha paytda hammasi qilingan. Lekin sex xodimlari ham Akfa'ni maqtashlari uchun ularga ham motivatsiya qilingan. U motivatsiya nimadan iborat bo'lganki, 1 yilda 2 marta eng top o'sha Akfa mahsulotlarini sotib oladigan top 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta sexavik 1 yilda 2 marta chet el safarlariga dam olishga jo'natilgan. Endi bitta narsa, bugungi kunda chet elga chiqish juda ham oddiy bo'lib qoldi, lekin 2003, 2004, 2005-yillarni bitta o'zingiz agar kim o'sha paytda yashagan bo'lsa biladiki, chet elga chiqish bu mahallada kimdir chet elga chiqsa, kelib butun mahallani yig'ib chet el qanaqaligini aytib beradigan payt edi. Va o'sha tablitsa, ya'ni kim nechinchi o'rindaligi, o'sha top 30 talikka, top 20 talikka kirish uchun yana necha kilo mahsulot sotib olish kerakligi bo'lgan tablitsa har doim savdo ofisida turgan. Ya'ni har bitta kirayotgan odam o'sha tablitsada nechinchi o'rindaligini va o'sha 20 talik yoki 30 talikka kirib olishi uchun nima harakat qilish kerakligini doimiy ravishda ko'rib turgan. Bu narsa o'sha Akfaga ikkita tarafga bir xil ta'sir o'tkazishiga yordam bergan va bir xil ta'sir o'tkazishini ta'minlab bergan. Keyinchalik juda ham bir qiziq keyslar bo'lgan. Yana bir rivojlanishning bitta qadami bo'lganki, o'zi brend kattalashib bozorda liderga aylangandan keyin unga doimiy ravishda hujumlar boshlanadi. Ya'ni 2-3 o'rinda turgan o'yinchilar liderga hujum qilishni boshlashadi. Akfa'da ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni Akfa hamma yoqda Akfa bo'lib ketgandan keyin boy qatlam, ya'ni o'ta boy qatlam, ular ham uyda rom almashtiradi. Ular aytishganki, biz Akfa'ni xohlamaymiz, Akfa hamma yoqda. Bizda nima eksklyuziv bor deshganda, o'shanda 5 ta kamerali romlar chiqilgan. O'shanda bitta uncha omadli bo'lmagan kompaniya o'tkazilgan. Reklama kompaniyasi Torka 5R degan reklama kompaniyasi bo'lgan. Unda o'sha paytda endi 3D format, video 3D format chiqqan payt edi. O'shanda Akfa bir reklama kompaniyasi o'tkazgan Torka 5R texnologiyasi degan. Bu aynan o'sha 4 va 5 kamerali romlar, bu eng yaxshi romlar hisoblanadi. O'sha oradagi kameralar soni ko'proq bo'lganligi uchun issiqni ko'proq ushlab qoladi, tovushni ko'proq o'tkazmaydi. Aynan mana shu texnologiyadagi romlar degan reklama kompaniyasi o'tkazgan. Bu omadsiz reklama kompaniyasi bo'lgan, chunki baribir romda nakleyka Akfa edi. Va baribir boy odamlar aytardiki, bu Akfa-ku derdi. Menga Akfa kerak emas, Akfa hamma qo'yadi Akfani. Menga eksklyuziv kerak deyishardi. Aynan mana shuni oldini olish uchun bu ham
100% Jahongir akani ideyasi bo'lgan. Brend o'ylab topishgan. Bo'ldi. Boylarga mahsulot kerakmi? Biz boylar uchun mahsulot beramiz deyishgan. Boylar uchun dunyoda qaysi davlat eng zo'r mahsulotlarni beradi deyishgan savolga Shveysariya deb javob berishgan. To'g'ri? Rolex Shveysariyaniki, eng zo'r soatlar Shveysariyaniki, eng zo'r brendlar, qimmat brendlar Shveysariyaniki deyishganda, Shveysariyadagi bir qishloqchani nomini, qishda ko'pchilik boylar dam olgani boradigan bir kurort shaharchani nomini, Engelberg nomini Romga berishgan. Shveysariya texnologiyalari, ko'rsangiz hali ham yozuv since 1975 75-yilda kim tug'ilganini balkim bilarsizlar. Engelberg brendini tashkil qilishgan va reklama kompaniyasini o'tkazishgan. Hech qayerda reklama kompaniyasida Shveysariyada qilingan romlar degan joy bo'lmagan hech qachon. Shveysariya sifati, Shveysariya texnologiyasi, Shveysariya bayrog'ini qo'yishgan hamma narsa, lekin hech qayerda Engelberg Made in Switzerland degan yozuv bo'lmagan. Juda ham ko'pchilik potrебительlar Engelbergga haligacha Shveysariyani romi deb o'ylashadi. Men o'shanda juda ham bitta kulgili voqeani aytib beraman. Men o'sha paytda, aynan o'sha Engelberg chiqqan paytda o'sha Akfadan ketgandim. Toshkent reklama servis degan tashkilotda ishlardim. Bu tashkilot Toshkent shahrida tashqi reklama, ya'ni narujniy reklamaga javob beradigan hokimiyat qoshidagi bitta tashkilot edi. U yerda bitta nyuans bo'lardi, ya'ni Toshkent shahrida reklama osadigan, o'sha paytda qoida shunaqa edi. Reklama osadigan brendlar agar mahalliy brend bo'lsa, mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lsa, kamroq pul to'lardi. Har bitta kvadrat metr uchun davlat bojini, chet elniki bo'lsa ko'proq to'lardi. Va Akfa kompaniyasi Engelberg brendini reklamasini joylashtirgani Toshkent reklama servis tashkilotiga olib kelishgan va shu bojini to'lash kerak. Bojini yozib beradigan bir Oksana degan ayol ishlardilar. O'sha paytda Oksana chet el brendi deb hisob bergan. O'sha paytda farqi katta edi. 1 kvadrat metr uchun mahalliy brendlar 5000 so'mdan to'lardi, xalqaro brendlar 12000 so'mdan to'lardi. O'sha bir endi deyarli 2 barobar farq. 12000 so'mdan katta pulni yozib berishgan. Keyin Akfani vakillari ham, reklama agentligining vakillarini men ko'rib qolganman koridorda. Mana shunaqa bo'ldi, nima qilaylik deyishganda, men kirganman Oksanani oldiga. Oksana, bu mahalliy brend, bu Akfani brendi desa, Oksana menga bundoq qaraganda rus tilida aytganki, "Aziz, что ты меня обманываешь? Это швейцарский бренд, швейцарская известная компания-производитель профиля. С 1975 года они во всем мире, в Швейцарии производят и во всем мире продают эти окна. Я что, дура, я что, не знаю, что ли?" degan. Bu mana shu misol Akfani marketingi ideal ishlaganligiga yaqqol bitta isbot bo'lgan. Hattoki o'sha hokimiyatda shot yozib beradigan bitta xodim ham aynan o'sha brend nima demoqchiligini yoddan aytib bergan. Tabiiyki keyin hamma hujjatlar ko'rsatilgan, sertifikatlar ko'rsatilgan va boj xuddi mahalliy sifatida to'langan, lekin Akfani marketingi qanchalik zo'r bo'lganligi, qanchalik messenjni to'g'ri yo'naltira olganligiga bu yaqqol misol bo'lgan. Undan keyin o'sha imzo bo'ldi, ya'ni keyingi etapga o'tildi. Nafaqat profilni chiqarish, balki romni ham ishlab chiqaruvchigacha yetkazib berish joriy qilindi. Akfa haqida aytib berishni xohlagan narsalarim shulardan iborat edi. Kommentariyda qaysi brendni keyingi safar aytib bering? Bu O'zbekiston brendi bo'ladimi, xalqaro brend bo'ladimi? O'zingizlarning fikringizni yozinglar, o'shanga qarab keyingi sonlarni tayyorlaymiz.